umrim xuddi shunaqa yo'lga o'xshaydi. Bir joyga kelasizda, yo'lda oxiri keyin tugaydi. Subhanalloh. Yo'lingiz yashab, hayot yo'lingiz yurib, Alloh bergan umr kelgandan keyin oxiri to'xtaydi. Undan keyin oxirat hayoti boshlanadi. Subhanalloh. Chegarasi yo'q, ummonga o'xshaydi. Ey Alloh, biz hayotimizni yaxshi qilib bergin. Alloh hayotimizni yaxshi qilib bergin. Ey falaqning Robbisi, tongning Robbisi, ya Alloh, barcha yaratgan narsalaringning yomonligidan panoh so'rayman. Bu naqadar chegarasi yo'q. Bu juda katta narsadan panoh so'rash.